Assalomu alaykum azizlar. Siz Planeta Zich kanalidasiz. Bugungi real testimiz obyekti Leapmotor C16. Ushbu elektromobilni ko'pchilik oilaviy va qulaylik sifatida tanlaydi. Bugun esa biz ushbu elektromobilni ko'rinmaydigan signallarini tekshiramiz. C16 elektromobilimizning 5 ta nuqtadagi magnit maydon ko'rsatkichlarini tekshirib chiqamiz. Birinchi nuqta haydovchi o'rindig'i. Haydovchi o'rindig'idagi magnit maydon ko'rsatkichimiz 3,5 milligauss. Haydovchi oyoq osti ko'rsatkichi 6 milligaussgacha ko'tarildi. Monitorimizdagi ko'rsatkich 4,6 milligauss. Markaziy konsoldagi ko'rsatkichimiz 3,3 milligauss. Yon o'rindiqdagi ko'rsatkichimiz 3,7 milligauss. Orqa o'rindiqdagi ko'rsatkichni ham ko'rib chiqamiz. Orqa o'rindiqdagi ko'rsatkichimiz 4,4 milligauss. Leapmotor C16 elektromobilimizning eng yuqori magnit maydon ko'rsatkichi haydovchi oyoq ostida 6 milligauss. Elektromobilingiz ichidagi magnit maydon ko'rsatkichi qancha past bo'lsa, shuncha yaxshi. Sizning ham elektromobilingiz ichidagi magnit maydon ko'rsatkichlari qiziqmi? Unday bo'lsa, ekraningizdagi telefon raqamlariga qo'ng'iroq qiling. Biz elektromobilingiz ichidagi magnit maydon ko'rsatkichlarini tekshirib beramiz. Aytgancha, videolarimizni ko'plab odamlar kuzatishi uchun kanalimizga a'zo bo'ling hamda like bosing. Keyingi videolarimiz qaysi elektromobillarda bo'lishini kommentariyalarda yozib qoldiring.